Tugagan narsa. Bu sen o'ylagan hayot ssenariysi. Lekin hayotning o'zi hali tugamagan. Sen o'zingni sindim deb o'ylayapsan. Lekin aslida sen sinding emas. Sening ichingdagi soxta versiyang parchalanyapti. Bilasanmi nega bu og'riq shunchalik kuchli? Chunki sen o'zgarish chegarasiga kelib qolgansan. Islomda bitta sir bor. Alloh banda qalbini siqadi. Faqat uni kengaytirish uchun. Qur'onda aytiladi. Albatta, qiyinchilik bilan birga yengillik bor. E'tibor ber. Keyin emas, birga. Demak, sen hozir qorong'ulik ichida turibsan. Lekin chiqish eshigi ham shu yerning o'zida. Faqat sen uni ko'rmayapsan. Dunyoviy haqiqat ham shu. Inson miyasi og'riqni maksimal darajada kattalashtiradi. U seni aldab shunday deydi. Bu hech qachon tugamaydi. Bu yolg'on. Har qanday og'riq to'lqin. U keladi, cho'qqiga chiqadi va tushadi. Sen esa hozir aynan cho'qqisida turibsan va aynan shu paytda taslim bo'lmoqchisan. Bu xuddi tog'ga chiqib, eng tepaga yetishga bir qadam qolganda orqaga sakrashga o'xshaydi. Eng achinarlisi nima bilasanmi? Agar sen hozir taslim bo'lsang, sen aslida og'riqni yengishga bir qadam qolganini hech qachon bilmaysan. Sen o'limni xohlayotganing yo'q. Sen shunchaki shu holat tugasin deyapsan va u tugaydi. Savol bitta. Sen sabr qilib ko'rasanmi? Yoki vaqtinchalik qorong'ulik uchun abadiy qaror qilasanmi? Esingda bo'lsin. Alloh seni hali tark etmadi. Agar u seni tark etganida, sen bu darajaga yetmagan bo'larding. Bu yakun emas. Bu sinovning eng qizigan nuqtasi. Va eng qizigan joydan keyin faqat sovish bor.